Tak. Biz da sizlar bilan yeng pichamiz. Yengimizdan tak объемный bo'ladi. Ya'ni fonarik bo'lgan yengni pichamiz. Bizga uning uchun bo'y yengining uzunligi kerak bo'ladi. Yengining uzunligi bizda 56. 56. Albatta fonarik bu объемный bo'lishi uchun biz yana 5 sm qo'shamiz. Ya'ni 61 qilib olamiz. Ana endi tak. Baland qismida 14 sm tushirib olamiz. Bu qo'ltiqning yanagi qo'l tarafi уже. Qo'l tarafiga hozir biz 23 yanagi 43 qilib olamiz. Chunki sal объемный bo'lishi uchun bu taraf ham объемный bo'lishi kerak. Tak. Yana 2 sm balandga chiqaramiz. Ya'ni hozir biz bu yoqqa 5 sm qo'yganimiz sababiga bu yerda объем bo'lishi uchun biz 2 sm ni balandga qo'shamiz ana. 2 sm balandga ketdi. Biz bu yerda endi yerning pastki tarafi bo'ladi. Ana bunday paytda biz 28 bo'ldi mana. O'lchadiga 28ni eng teng yarmi 14. 14 emas, biz 16 dan qilib olamiz. Sababi 2 sm da biz bu tarafga o'tkazamiz. Ya'ni bu yerga skladkamiz ko'proq bo'lishi uchun. Endi 16 qilib olganimizdan keyin chiziq o'tkazib olaylik. To'g'ri chiziq o'tkazib olsak bizga osonroq bo'ladi-da. Voy. Uzr, chizilib ketdi. Endi bundan 12 sm, 12 sm bo'lsak 6dan 2 sm pastga tushirib olamiz. 1,5 sm pastga tushiramiz. Endi buni 16 ning yani 2 ga bo'lamiz. 8 bo'ladi, 8niki. Ya'ni 1,5 sm balandga chiqsak, ana shunday bo'ladi. Tak, endi ana şu nuqtalarni belgilab olamiz. Bular kerak emas bizga. Ana. Balandgi qismini belgilab bo'ldik. Endi bizga pastki taraf kerak. Pastki tarafini biz hozir o'zi qo'l pastki qismi bizda 15, ya'ni 30 sm edi. 30 sm yana 15 sm qo'shamiz. Yana 15 ga 15 sm qo'shib olamiz. Va bu da yana 2 sm pastga tushamiz. Yana endi ikkalasini birlashtirib olamiz. Qo'ltiq nuqtasi bilan yeng pastligini ikkitasini nuqtasini birlashtirib olamiz. Nima sababdan bu yerga 2 sm pastga tushgan? 2 sm pastga tushganimizning sababi bizda bu 2 sm pastki qismi, ya'ni pastki qismi объем berib turib ko'tarilishi uchun. Ana endi bemalol qilib olsak bo'ladi.
boshqa qanchani olay. Bismillah. Rasechka berib ilib olamiz. Ana endi pastiga bo'lsa biz manjet qilib olamiz. Manjetni pichib olamiz. Manjetimiz bizga 12 cm bo'ladi. Uning qalinligini 4 cm qilib olamiz. Mana hozir buklov o'zidan bo'ladi. 10 cm olamiz. 1 cm chak haqiga qilib balandligini 5 cm qilib olamiz. 1 cm chak haqiga kirib ketgan bo'lsa bizda 4 cm qoladi.